Bugün 11 Ağustos 2026 yıl. Mövzumuz yalğanlarga örgetmen dep namlanadi. Kaygısı Özbekistan, davası Türkistan bolgan azizlerim, kalaysizlar, jallımsızlar, yurtunu yav basıştan evvel yalgan basıştan sakla demiş babalarımız. Yalgan hakimiyet tepesideki alçaklar kavmiga gerek. Ular yalgan işletmezden, mensep pillapayalardan bir pağana ham köterile almaydılar. Yıllar davamında halkını her kuyga salıp memleket tinçligi ve asayişteligini niqab kılıp özleriga boylik toplaş ve şu yaşında özlerinden keyingi tanglayı haramdan köterilgen avlatlarıga mansap ve amallerini ihsan aman topşırıp ayaklarını bemalal uzatıp köz yumuşlarını öz aldılarıga maksat kılgan kavim başkarıp kelmakta. Bizde müstakillikten oldin ham, müstakillikten keyin ham köngüller delesiga yalgan urug'ini ektiler. Sergaklik ve hushyorlikda iblisni ham ortda qoldiradigan yalg'onchi ve lo'ttibozlar rag'batlantirildi. Ularga targ'ibot saroylarining darvozalari keng ochilib, minbarlar berib qo'yildi. To'rtlik, yalg'on chaynaganlar yalg'on gullatdi. Saroy qasrlarni chunon gullatdi. Yurtning qay burchiga tashlama nazar, manglayi sho'r rangi samon gullatdi. Yalg'onchilik shu darajaga borib yetdiki, rost so'zlasang gumonsirab qaraydigan bo'lishdi. Yalg'onni yamlamay yutib so'zlayotgan oqsoqollarga ko'zing tushganida Xudoning urgani shu bo'lsa kerak degan xayollarga boradi kishi. Yalg'on boshidagi toj haqiqat ko'zini qamashtirolmaydi. Lekin yalg'onlar toj kiygan yurtda laychalar bo'ribosarga, tulkilar sherga aylanadi. Yalg'onning umri qisqa deydilar. Biroq to'g'rilikni bir tomonga uloqtirib, yalg'onni parvarish qilganimizdan rostning umri qisqarib, yalg'onning umri uzayib bormayaptimi? Darhaqiqat biz o'zi kimni aldaymiz? O'z davlatimizni, o'z xalqimizni, o'zimizni aldash emasmi bu? 35 yillik yalg'on targ'ibotlar milliy davlatchiligimizni cho'kshiga, mamlakatimizning qaloqlik botqog'iga, bo'g'zigacha botishga olib keldi. Aholi yo'qsillik va qashshoqlik changaliga tashlandi. Bugunga kelib hukumatdagilar
rostini gapiraylik desa, bütün 35 yillik qilmishlari ochilib ketadi. Bu ular uchun fojiadir. Rostini gapirsa ham xalq endi aslo bularga ishonmaydi. Chunki xalqning rejimga zarracha ishonchi qolmagan. Bir aldash bo'lar, ikki aldash bo'lar. Ko'zingga tik qarab mudom aldayveradigan yolg'onchiga kim ham ishonardi? Xo'sh, bu muammolarga yechim bormi? Yechim bor. Bu muammolar changaldan chiqishning birdan-bir yechimi prezident boshqaruvidan parlament boshqaruviga o'tilmog'idir. Buning bundan boshqa yo'li yo'q. To'rtlik. Yurtimiz jannat deb yirtguncha tomoq, dehqonning qaynagan qozoniga boq. Chindan ham shu yurtning farzandi bo'lsang, sen meni yolg'onga o'rgatma, o'rtoq. Bugunga shular Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.